Assalomu alaykum komanda, barchalaringizga xayrli kun, barakatli kun bo'lsin. Men bugun sizlarga mana shu grellikka kelgan dastlabki nabor beriladi, pодарочный nabor. O'shalar hammasini video obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Chunki yangi kelgan hamkorlarimiz juda ham ko'p. Yangi kelgan hamkorlarimiz hammasini ko'rib ulgurgan yo'q. Masalan, oldin biz registratsiya bo'lgan paytda hamma podarkasini получить qilgandan keyin gruppalarga joylar edi. Men podarkamni oldim, men podarkamni получить qildim deb videolar joylar edi, suratlarini tashlar edi. Hozir bunday narsa tashalmay qo'ygan, videolar joylanmay qo'ygan. Shu sababli men o'zim 4 ta startviy naborimiz bor. Mana shu 4 talasini ham hammasini men video obzor qilib sizlarga joylamoqchiman. Sizlarga mana shu yangi kelgan hamkorlaringizga, yana kelmoqchi bo'lgan hamkorlarga ko'rsatishlaringiz uchun video obzor qilmoqchiman. Mana bu termiz naborimiz. Bitta kartli stakani, gel для посуда, gel для стерка bo'ladi. Ikkalasi ham posuda hozir женская лечебная прокладка, Alef brendidan pasta и bambukovый salfetkani o'rniga shotka. Har xil keladi, har safar har xil keladi. Bu safar mana shunaqa kelgan. Mana bu fioletoviy naborimiz bo'ladi. Bitta уходовый kosmetika nabor, sumchkasi bilan gel для посуда, gel для стерка, bambukovый salfetka, женская лечебная прокладка и shotka. Mana shunaqangi naborlarimiz beriladi. Kimda kim biznes место xarid qilsa. Mana bu yangi naborimiz. Bittasi Yalux brendidan startviy nabor для уход. Bu shunaqangi sumchkasi bilan gel для стерка, gel для посуда, женский лечебный дневной, ночной прокладка и mana shunaqangi shotkalar. Oxirgisi белый naborimiz. Mana shunaqangi korobkalarda keladi. Mana bu naborda men o'zim ishlataman. Shunaqangi ajoyib bomba nabor.